Dunyo tarixida jasorat, donolik va san'atni birlashtiradigan insonlar kam uchraydi. Shu insonlardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yili 14-fevralda Andijon shahrida Farg'ona ulusining hokimi Umar Shayx Mirzo va asli chingiziylardan bo'lgan malika Qutlug' Nigor xonim oilasida dunyoga keladi. Bobur so'zi forisiy tildan babr, ya'ni bars, yo'lbars degan ma'noni bildiradi. Boburning otasi Umar Shayx Mirzo sohibqiron Amir Temur avlodidan bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur ta'lim va tarbiyani otasining saroyida oladi. Biroq otadan juda erta yetim qolgan. Bobur 12 yoshida taxtni meros qilib olgan Farg'ona xonligini boshqaradi va yetuk rahbar sifatida shakllana boshlaydi. U 19 yoshida Hindistonga yurishni boshladi va o'z davlatini kengaytirish bilan birga ijodiy faoliyatni ham yo'lga qo'yadi. Boburning mashhur asari Boburnoma hayot, tabiat, shaharlar va davr voqealarini nafis uslubda yoritadi. Bobur uzoq yashamaydi. U 1530-yili Agrada 47 yoshida vafot etadi. Boburiylar sulolasi Hindiston tarixida madaniyat va san'at gullashiga katta hissa qo'shgan. Bobur jasorat, donolik va san'atni birlashtirgan buyuk insondir. Uning hayoti shuni ko'rsatadiki, haqiqiy boylik faqat kuch boylikda emas, balki bilim, ijod va insoniyat qoldirgan izda yashaydi. Ko'pdan beri kim yoru diyorim yo'qdir. Bir lahza-yu bir nafas qarorim yo'qdir. Keldim bu sori o'z ixtiyorim birla, lekin borurimda ixtiyorim yo'q.